Bugungi kundagi tadbirkorlarning asosiy qiynayotgan savollaridan biri qaysi tadbirkorlik faoliyati bo'yicha soliq rejimi ma'qulroq deb savol berishyapti. Prezidentimizning 100-sonli farmoni bo'yicha 1-iyundan boshlab 6% QQS soliq stavkasi qo'llanilyapti. Bu qanday tartibda amalga oshiriladi? 12% yaxshimi yoki 6%ligimi yoki 4% aylanma soliq turi yaxshimi degan savollaringga ushbu Excel faylda tayyorlangan formula bo'yicha sizlarga hisoblab ko'rsatmoqchiman. Deylik, 12% QQSda jami aylanma 112 million so'm, undan 12% ni chiqarib olib, jami daromadingiz 100 million so'm deb oladigan bo'lsak, QQS bilan olingan xarajatlar hisobi esa 75 million so'mni tashkil qiladi. Bundan tashqari QQSsiz xarajatlar esa 10 million so'mni tashkil qilar ekan. Foyda solig'igacha bo'lgan foyda esa 15 million so'mni tashkil qilyapti. Bunga 15% foyda solig'i esa 2 million 250 ming so'mni tashkil qilyapti. Jami saf foyda esa 12 million 750 ming so'mni tashkil qilyapti. Agarda siz 6% li soddalashtirilgan QQS to'lovchisiga o'tsangiz, qanday tartibda amalga oshiriladi? Jami 112 million so'mni oladigan bo'lsak, undan 6% lik QQSni ajratib oladigan bo'lsak, 105 million so'm jami daromad sifatida olinadi. Bunda faqatgina QQS zachotga olinmaydi. Shuning uchun 84 million so'm tovar, xizmatlar yoki olingan. Undan tashqari 10 million so'mlik boshqa xarajatlar, jami korxona uchun foyda 11 million 660 ming so'mni tashkil qilyapti. Agar siz 4% lik aylanma donli soliq to'lovchisi bo'lsangiz, sizga umumiy tartibda 4 million 480 ming so'm aylanma donli soliq turiga, jami sizga sof foyda esa 13 million 520 ming so'mni tashkil qiladi. Bu aynan savdo sohasidagi tadbirkorlar uchun. Bundan tashqari xizmat yoki umumiy ovqatlanish, mehmonxona bo'yicha ham agarda ushbu Excel fayli ham sizga kerak bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldirib keting yoki Telegram silkasini tashlab keting, biz sizga yuborib qo'yamiz.